Assalomu alaykum, hurmatli Uzak News kanalının ko'ruvchilari. Bugun 8-avgustga qarata aqcha almashiruv bog'lari bilan tanishib o'tamiz. Sizlar bizga like bosib, yana kommentar yozishni unutmangiz. Katta olib ketingiz, anda esa biz ko'rsatib boshlaylik. Bu yoqda Bakay Bank $83, rubl 1.32. Bank Aziya $83, rubl 1.33. Oskrada Bank $82,5, rubl 1.335. Inka Bank $83, rubl 1.33. Suzak valyutasi $84, rubl 1.31. Kompanion bilan kapital aqcha almashtiruv bog'larini ko'rib olingizlar. Kırgızistan Bank $82.80, rubl 1.335. Etishun Bank $82.70, rubl 1.33. Bugungi kuningizlar berekeli bo'lsin. Bizni katta olib qo'yingizlar. Baringizlarga assalomu alaykum.